Ma'lumki, ayrim ommaviy axborot vositalarida chorvachilik mahsulotlari, shu jumladan go'sht, sutning narxi qimmat degan gap so'zlar yuribdi. Bunga men shu sohaning mutaxassisi sifatida o'z fikrlarimni bildiradigan bo'lsam, go'sht yetishtirish uchun ham, sut ishlab chiqarish uchun ham birinchidan juda ko'p uzoq vaqt, ikkinchidan juda ko'p sarf xarajat qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni bitta go'sht yetishtirmoqchi yoki sut olmoqchi bo'lgan qora molimizni yaratish uchun avval sigirni biz sun'iy urug'lantiramiz. U 9 oy 9 kun deganda buzoq tug'adi. 10 oy uni parvarishlaymizki, bir buzoq olish uchun. O'sha buzoq tug'ilgandan keyin 18 oyga borib jinsi yetiladi. Ya'ni 18 oyga borib, shu 18-oyda, 19-oyda, 20-oyda u endi qochirilib, agar urg'ochi bo'lsa, u qochirilib sut uchun, erkak bo'lsa, u endi go'sht uchun boqilishga tayyorlanadi. Demak, sut olishimiz uchun mo'ljallangan sigirimiz 9 oydan keyin tug'di, endi undan sut ola boshlaymiz. Qarangki, to boshlanishdan davrdan hozir sut olish davrigacha bo'lgan vaqtning ancha uzoq ekanligini tasavvur qilishimiz uncha qiyin emas. Demak, bu yerda sut ola boshladikmi, ma'lumki, ilm fanda ham, amaliyotda ham 1 kilogramm sut ishlab chiqarish uchun kamida 1.2 oziqa birligiga teng bo'lgan ratsionning to'yimliligini berishimiz kerak. Bu degani nima degani? Demak, 10 kilogramm sut olish uchun biz nima berishimiz kerak? Bunda kamida 5 kilogrammgacha sifatli gulbeda pichani kerak. Ya'ni 3-5 kilogramm tabiiy aralash berilib pichani kerak. Undan tashqari 3-5 kilogramm miqdorida sifatli omiqda yem kerak. 3-5 kilogramm miqdorida ildiz mevalilar kerak. Qandlovlagi, xashaklovlagi, boshqa ildiz mevalar aralashmasi, 15-20 kilogramm silaj aralashmasi kerak. Mana shundagina 1 kilo, 1,5 kilogramm shirot kunjara aralashmasini talab qiladi. Mana shu miqdordagi oziqani beradigan bo'lsak, arang biz 10 kilogramm sut sog'ib olamiz. Bu deganda agar tan narxini hisoblaydigan bo'lsak, 1 kilogramm ishlab chiqiladigan sutning bu yerda tan narxi ancha katta miqdorni tashkil qiladi. Shuning uchun biz buni bozorda sotilayotgan sutni qimmat sotilyapti, 7.000 sotilyapti, 6.000 sotilyapti deyishimiz noo'rin. Chunki sut ishlab chiqarish uchun nima ketayotganini mana o'zimiz tasavvur qilishimiz qiyin emas. Bugungi kunda bitta sutni aytsak, 6.000 dir, 7.000 dir. Boringki, mana bozorda men kecha nimadan so'radim, vokzaldagi bozorimizdan so'radim, 8.000 shu atrofda, 8.500. Tashkilotlarga 12.000 gacha boryapti. Sutimizning narxi shu turishda ham arzon. Arzon. Sababi bitta kola olasiz 15.000 so'm. Bitta fanta olasiz 15.000 so'm. Oddiy mineralni suv deb gazni urib sotyapti 5.000, 6.000 so'm. Shunga nisbatan sutimiz arzonda. Bu sut, bu tabiatni bergan inomi-ku buni. Buni ishlab chiqarishning o'zi zahmat bilan bo'lyapti. Takshira sut narxini men hozir qimmat deb ayta olmayman. Endi go'shtni oladigan bo'lsak, mana go'sht ishlab chiqarishga mo'ljalladik. Mana biz navoslarimizni bo'rdoqqa qo'ydik. Uni 1 kilogramm go'sht ishlab chiqarish uchun 10-11 kilogramm 11 oziqa birligi yem xashakni talab qiladi. 1 kilogramm uchun. Bu juda ham ko'p xarajat demak. Bizning hozir bozorlarimizda ko'rinib turibdiki, 90.000, 100.000, 120.000, ayrim joylarda 130.000 so'm pulni tashkil qilayotganimizda 1 kilogramm go'shtning narxi bizning atrofimizdagi, qo'shni davlatlarimizdagi narxdan qimmat emas. Chunki ko'rib turibmizki, buni yetishtirishning qancha mashaqqatli ekanligi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, go'shtning mana Toshkent shahrida biroz qimmatday tuyuladi, lekin xalqimiz shu go'shtni olib iste'mol qilyapti-ku. Demak, xalqimizning go'shtga bo'lgan iste'mol qobiliyati, buning xarid qobiliyati xalqimizda ancha yuqori. Hech qanday so'yilgan go'sht bozor rastalarida turgan go'shtlar qolib ketayotgan emas. Shunday xalqimiz bugun farovonlikka erishdiki, yuqori sifatli go'shtlarni iste'mol qilishni xohlaydi. Biz mana chorvachilikda ishlatadigan yem xashak birinchidan, ikkinchidan oziqa bob ekinlar, bug'doy, makka jo'xori, uni ishlab chiqarish va mana bu olib molni oxiriga solishga ketadigan xarajatni o'zi kelmaydi. 1 kilo shirot hozir 5.000, 5.500 so'm. 1 kilo shirot. Tak? Qanday qilib sutni, go'shtni narxini pasaytirish mumkin? Tan narxdan kelib chiqadigan bo'lsak. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi navbatda chorva, fermer xo'jaliklari yerini qismasi kerak.
yerini berish kerak. Masalan, menga 22 gektar yer, 23 gektar yer bo'lish kerak. Hozir 15 gektar yer bor. Mana birinchi chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni arzonlashtirish, tar narxini arzonlashtirish, o'sha ishlab chiqarishga sarf bo'ladigan mahsulotni ko'proq dehqonchilikdan olish kerak. Yerdan olib kelib bersak, tar narxi arzon bo'ladi. Shunda go'sht yoki sutning narxi arzon bo'ladi. Bizning ishlab chiqaruvchimiz qancha mashaqqat bilan mana shunda yer tanqisligi, ekin maydonlarining tanqisligi, yem-qashaqning kerak bo'lsa tanqisligi sharoitda shunday go'shtni yetishtiryaptiki, uning oldida niyatlari bor. Qancha qimmat sotsam, to'ylar qilsam, tomoshalar qilsam, bolamni o'qitsam, bola chaqamni uylantirsam, qizimni chiqarsam, elga to'ylar bersam deb orzu qiladi. Bizning xaridorlarcha bu qancha arzon qilmang, unga qimmat tuyuladi. Shuning uchun biz bu to'g'risida sutning narxi qimmat, go'shtning narxi qimmat degan mana shu ko'chadagi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, panikalarga berilmasligimiz kerak. Bitta narsani aytay sizga. Hech qachon dehqon, fermer sutni chiqarib ariqqa oqizmaydi, go'shtni chiqarib itga bermaydi. Olib o'sha dasturxonga sifatli, lekin uni tan narxini o'ylab ko'rish kerak. Tan narxini arzonlashtirish faqatgina o'sha ishlab chiqarish uchun ketadigan mahsulot, yem-xashak, oziqabop ekinlar va mana shu o'sha omuqda yem tayyorlaydigan bo'lsak, makka jo'xori yo arpa yoki bo'lmasam bug'doyni o'sha tan narxi bilan arzonroq molni oxiriga kiradigan bo'lsa, albatta go'sht sut arzon bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, mana shu hozir ijtimoiy tarmoqlarda aholi orasida go'shtning narxi qimmat, sutning narxi qimmat deb ayrim tushunmovchiliklarga sabab bo'layotgan o'rtoqlarga mening maslahatim shundan iboratki, bir ikkita qoramolni olib uyiga saqlasin, bir 20 ta qo'yni olib yillab boqsin, bir 100 ta parrandani olib uning parvarishidan hammasidan xabardor bo'lsin, undan ishlab chiqarilgan mahsulotning bir huzurini ta'min totib ko'rsa, keyin uning qimmat arzon ekanligi to'g'risida xulosa chiqarish qiyin emas.